Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Algoritm bo'yicha 9-darsni boshlaymiz. Mavzu pseudokod. Pseudokod nima? Kodga o'tishdagi oldingi eng muhim qadam. Boshladik. Oldingi darsda biz algoritmni chizma va blok sxema bilan tushunishni o'rgandik. Bugun pseudokod haqida gaplashamiz. Chunki biz hali to'liq kodga o'tmayapmiz, lekin endi oddiy gap bilan tushunishdan ham bir pog'ona yuqoriga chiqamiz. Ya'ni bugun biz algoritmni shunday yozishni o'rganamiz. U oddiy matndan aniqroq bo'ladi. Lekin hali haqiqiy dasturlash kodi bo'lmaydi. Mana shu pseudokod deb ataladi. Pseudokod nima? Juda sodda aytsam, pseudokod bu algoritmni kodga o'xshash, lekin oddiy tilda yozish usuli. Bu haqiqiy kod emas, kompyuter buni olib ishlatmaydi, lekin odam uchun juda qulay. Chunki u algoritmni tartibli, aniq va tushunarli ko'rsatadi. Demak, oddiy gapdan aniqroq, koddan esa sodda. Mana shu oraliq til pseudokod deb ataladi. Nega pseudokod kerak? Sababi oddiy. Ko'p boshlovchilar darrov kodga o'tib ketadi, natijada if, for, while, array, print degan joyda chalkashib qoladi. Aslida esa eng yaxshi yo'l bunday. Avval masalani tushunish, keyin algoritmni qadamlar bilan yozish, keyin pseudokod qilish, keyin kod yozish. Mana shu to'g'ri yo'l. Pseudokod sizga fikrni tartibga solishga yordam beradi. Oddiy matn va pseudokod farqi. Masalan, oddiy gap bilan shunday deyish mumkin. 3 ta son ichidagi eng kattasini top. To'g'rimi? Bu hali umumiy gap. Endi buni qadamlar bilan yozamiz. Birinchi sonni vaqtincha eng katta deb ol. Ikkinchi son bilan solishtir. Agar ikkinchi son katta bo'lsa, uni eng katta deb ol. Uchinchi son bilan solishtir. Agar uchinchi son katta bo'lsa, uni eng katta deb ol. Natijani chiqar. Bu ancha yaxshi. Endi buni pseudokod ko'rinishida yaqinlashtiramiz. Boshlash. 3 ta sonni ol. Eng katta teng birinchi son. Agar ikkinchi son eng kattadan katta bo'lsa, eng kattani yangila. Agar uchinchi son eng kattadan katta bo'lsa, eng kattani yangila. Eng kattani chiqar, tugatish. Tushunarli? Mana bu pseudokodga yaqin yozuv. Bu hali kod emas, lekin algoritm aniq ko'rinib turadi. Pseudokod nimasi bilan qulay? Uning 3 ta katta funksiyasi bor. Birinchi, fikringizni tartiblaydi. Siz masalani ichingizda tushungandek bo'lasiz, lekin yozishga kelganda adashasiz. Pseudokod fikrni tashqariga chiqaradi. Kod yozishdan oldin xatoni ko'rsatadi. Ba'zan odam kodda emas, fikrda adashadi. Pseudokod yozsangiz xato qayerdaligini oldinroq ko'rasiz. Har qanday tilga o'tish oson bo'ladi. Siz Python yozasizmi, JavaScript yozasizmi, Java yozasizmi, baribir farqi yo'q. Algoritm bir xil bo'lib qoladi. Pseudokod shu algoritmni tilga bog'lanmasdan beradi. Masala, birinchi sodda misol ko'ramiz. Ikkita sonning yig'indisini toping. Oddiy qadamlar. Ikkita sonni ol. Ularni qo'sh. Natijani chiqar. Bu oddiy qadamlar. Pseudokod ko'rinish. Birinchi sonni ol, ikkinchi sonni ol. Yig'indi. Birinchi sonni qo'sh ikkinchi songa. Yig'indini chiqar, tugatish. Ko'ryapsizmi? Bu kod emas, lekin juda tartibli. Tushunarli? Ikkinchi misol juft yoki to'q. Masalan, berilgan son juftmi yoki to'qmi? Pseudokod. Boshlash. Sonni ol. Agar son 2 ga bo'linganda qoldiq 0 bo'lsa, juft chiqar. Aks holda to'qni chiqar. Tushunarli? Demak, bu yerda juda muhim narsa bor. Pseudokodda odatda quyidagi so'zlar ko'p ishlatiladi. Boshlash, ol, agar, aks holda chiqar, tugatish. Mana shu so'zlar algoritmning oqimini ko'rsatadi. Hayotiy misol bilan tushuntiramiz. Masalan, agar yomg'ir yog'sa, soyabon olish. Pseudokod. Boshlash, ob-havoni tekshirish. Agar yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, soyabonni olish, aks holda soyabonsiz chiqish, tugatish. Ko'ryapsizmi? Buni oddiy gap bilan ham aytsa bo'ladi, lekin pseudokod ko'rinishida u tartibliroq bo'ladi. Takrorlash uchun pseudokod. Endi takrorlashga misol qilamiz. Masalan, 1 dan 5 gacha sanash. Pseudokod. Boshlash. 1 dan boshlang. Mana son teng 1. 5 gacha takrorla. Sonni ayt. Sonni chiqar. Tugatish. Yanada ochiqroq. Boshlash. Son teng 1. Son 5 tadan oshmaguncha. Sonni chiqar. Sonni bittaga oshir. Tugatish. Bu yerda siz takrorlashni ham ko'ryapsiz. Demak, pseudokod nafaqat oddiy qadamlar, balki shartni ham, takrorlashni ham, hisoblashni ham ko'rsata oladi.
Pseudokod yozishda mukammallik shart emas. Bu juda muhim. Boshlovchilar ko'pincha pseudokodda ham xuddi koddek bo'lishi kerakmi deb o'ylaydi. Yo'q, pseudokodning maqsadi kompyuterga emas, odamga tushuntirish. Shuning uchun unda kichik farqlar bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir shunday yozadi: agar bal 60 dan katta bo'lsa, o'tdi deb chiqar. Boshqa odam shunday yozadi: balni tekshir. Agar 60 yoki undan katta bo'lsa, o'ttini chiqar. Ikkalasi ham tushunarli bo'lsa bo'ladi. Asosiysi aniqlik. Yomon pseudokod qanday bo'ladi? Masalan, shunday yozuv yomon. Boshlash, sonlarni ko'r, keraklisini top, chiqar. Bu juda noaniq. Nimani ko'rildi, qaysi kerakli, qanday topiladi? Yaxshi pseudokod aniq bo'lishi kerak. Masalan, boshlash 3 ta sonni ol, eng katta birinchi son, eng katta teng birinchi son, ikkinchi sonni solishtir. Agar katta bo'lsa, eng kattani yangila. Uchinchi sonni solishtir. Agar katta bo'lsa, eng kattani yangila, eng kattani chiqar, tugatish. Mana bu ancha yaxshiroq. Pseudokod yozishda 5 qoida. Qadamlarni tartib bilan yozing. Birinchi nima, keyin nima, oxirida nima. Ikkinchi, noaniq so'z ishlatmang. Yaxshi, mos, to'g'riroq, kerakli kabi so'zlar noaniq bo'lishi mumkin. Shartni aniq yozing. Masalan, agar bal 60 dan katta yoki teng bo'lsa, aniq. Takrorlash qachon tugashini ko'rsating. Masalan, 5 gacha takrorla yoki ism topilguncha davom et. Natijani albatta yozing. Oxirida nima chiqishi kerak ko'rinib tursin. Tushunarli? Demak, bugungi xulosa pseudokod bu kodga o'tishdagi oldingi ko'prik. Rasmda ham masalan tushunish, algoritm, demak blok sxema, keyin pseudokod, keyin kod. Hali kodga keyin kelamiz. Yaxshi dasturchi ko'pincha koddan oldin pseudokod bilan o'ylaydi. Pseudokodda go'zallik emas, aniqlik muhim. Demak, bugun biz quyidagilarni bilib oldik. Pseudokod algoritmli kodga o'xshash, lekin oddiy tilda yozish usuli ekan. U haqiqiy kod emas, u fikrni tartiblaydi, u kod yozishdan oldin xatoni ko'rsatadi, u keyin istalgan dasturlash tiliga o'tishni osonlashtiradi. Ekranga uyga vazifa qo'yaman, demak, bajarib daftar tutasiz. Izohlarda ham kutaman. Yozayotganda mana shu so'zlardan foydalaning. Boshlash, ol, agar, aks holda, chiqar, tugatish. Keyingi darsda biz o'zgaruvchi nima ekanini o'rganamiz. Chunki endi algoritm ichida ma'lumotni vaqtincha saqlash kerak bo'ladi. Keyingi bo'limga o'tyapmiz. Tushunarli? Masalan, sonni saqlash, natijani saqlash, yig'indini saqlash, eng kattani saqlash. Mana shu joydan biz kodga yanada yaqinlashamiz. Barchaga rahmat. Salomat bo'ling.